Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 12 oyniki 28 kuni payshanba. 2 haftada bir qatim chiqadigan naq maydonga chiqishim. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Aslida ati chiqsam bo'ladi. Ati uyda bo'lmaydigan bo'lib qoldim. Shunga bugun chiqishim to'g'ri tushunasizlar. Bugun jami 6 xabar bor, 6 mazmun bor sizlarga yetkazadigan. Uniki birinchisi Uyg'ur Project fondiga oid ba'zi ahvollar. Yaqinda Amerikadan 2 kishi, Yevropadan 1 kishi Uyg'ur Project fondiga pul iona qildi. Mush ayning 5-ida va tunugun 2 nomsiz kishi $500 pul iona qildi. Bu ikki nomsiz kishiniki bir odammi yoki ayrim odammi bilmayman. Ammo shu pul iona qilishda ishlatgan sorun o'xshash sorundan keldi pul. Andan keyin Turkiyadan bir qarindoshimiz har oyda ozroqdan pul iona qilyotdi. O'tgan oydami qolgan, bu oydami yana iona qilibdi. Men bu qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu bugun deb qo'ydigan birinchi mazmun. İkinci mazmun, ben ötkendi sizlarga degan, bu yıl 9. ayda biz İstanbul'da 20-liksiya 2023 degan bir faoliyatni o'tkazdik. Bu faoliyatni kelar yil o'tkazmoqchi, 2024 yil o'tkazmoqchi. Hozirgi planimizda bu faoliyat kelar yil 9. aydagi 21 va 22 kunlari shanba va yakshanba 2 kun İstanbul'da ötküzüldü. Faaliyetinki umumiy mazmuni, shakli, qatorliq ishları bu yilnikiga asosan o'xshab qoladi. Ashtaq bo'lsa men sizlarga buni qisqacha deb o'tay. Bu faoliyat uchun maqolasi tanlangan avtorlardan 10dan 20 gacha bo'lgan kishi İstanbulga kelib 1 soatlik leksiya so'zlaydi. Bu yil mashta qildik, 1 soat bo'lmay qoldi, odam sal javob ketib, yarım soatlik leksiya so'zlash bo'ldi. Anikin tanlangan maqolalarniki toplami bir kitap qilib nashr qilindi. Bu faoliyat haqida yine tuvandagidek bir qancha nuqtalar bor, shularni bir eskartib qo'yay. Birinchisi, bu faoliyatda bugungi davrda chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilarining millatni tarbiyalash va yetaklash jihatidagi aqliy kuchining namoyandasi vujudga keltiriladi. Bu faoliyatdagi tüp maqsad shu. Maqola yozilgan maqolalar Uyg'urlar navbatda duch kelgan masala va tahdidlar, ularning kelib chiqish sabablari va ularni hal qilishning chora tadbirlarini asosiy mazmun qiladi. Mushtaq mazmunda yozilsa bo'ladi. Hozirgacha 4 kishi maqolasini tayyorlab bo'ldi allaqachon kelar yil uchun. Üçüncüsü, o'zi yozgan maqoldan boshqa tillardagi Uyg'urga oid bo'lgan dangli kitoblarning mazmuni asosida tayyorlangan maqolalarni qabul qilindi. Uyg'urlarga oid yoki Uyg'urlar uchun foydalanish qiymati yuqori bo'lgan kitoblardan foydalanib yozilgan maqolalar bo'lsin bo'ladi. Ondan keyin to'rtinchisi, maqolada o'z ismini emas, bir taxallus ishlasimi bo'laverdi. Biz sizniki o'z ismingizni ishlatishni shart qilmaymiz. Lekin maqol topshirgan chog'da kimligi aniq bo'lishi kerak. Buni kim deganni men bilishim kerak, yolg'iz men bir odam bo'lsin bo'ladi, men bilishim kerak. Maqol yozgan odamniki kimligini. 5-inchisi kitobga leksiyaga kelolmaydigan avtorlar yozgan, ammo bağlashni o'tgan maqolalarni kirgizildi. Ya'ni siz maqola yozib leksiya so'zlashga kelmasangizmi bo'laveradi. Sizning maqolangiz yenilamki kitobga kirgiziladi. 6-inchisi, maqolaning hajmi o'lchamlik A4 qog'ozida 5 betdan 20 betgacha bo'lsa bo'ladi. Bu yerda erkil xili cho'ng 5 betdan 20 betgacha. 7-inchisi, avtorlar oldi bilan 2024 yili 31 yanvargacha maqola temisi ve abstrakt maqolasiniki asosiy mazmunini avatadi. Uning uzunligi 20 betdan 1 betgacha bo'lsa bo'ladi. Ya'ni siz oldi bilan bizga bir abstrakt maqdiring yoki maqolaning qisqacha mazmuni, uning uzunligi 20 betdan 1 betgacha bo'lsa bo'ladi. Shu maqolangizniki asosiy mazmunini bayon qilgan bo'lish kerak. Bu abstrakt.
sakkizinchisi chet elda cho'ng bo'lgan uyg'ur farzandlari maqolani inglizcha yozsa bo'laverdi. Agar inglizcha maqolalarning soni yetarli darajada ko'p bo'lsa, biz uni ayrim kitob qilib chiqaramiz. Ahvolga qarab maqolalar uyg'urchaga tarjima qilindi. Biz bu yilgi faoliyatda 3 maqolani uyg'urcha tarjima qildik. Uni ikkisini o'zimiz qildik, birisini avtor o'zi tarjima qilib berdi. 3 inglizcha maqolami maqolaning uyg'urchasi kitobga kirgizildi. 9-si hamma qarindoshlar bu fursat oldida barobar bo'lg'achqa biz hech kimga maqola tayyorlash haqida ayrim taklifnoma mandirmaymiz. Shunlashqa chet eldagi ziyolilardan menga taklif avatmabdi deb o'ylamay, bu ishga aktiv holda to'pi qo'shishini so'raymiz. Bu yerdan eskartib qo'yganim, Turkiyada bir odat bor ekan, agar alayda ayrim ismni yozib taklifnoma tayyorlab shuni avatmasa politika kelmaydigan ahvol bor ekan. G'arbda unday emas. G'arbda biz bunday ishni qilamiz desak, e'lon qilamiz. Uningga ixtiyor qilganlar aktiv bilan qatnashib qipirdi. Hargiz taklifnoma tayyorlab, bog' tayyorlab avatadigan ish yo'q. Shunga bu yil faoliyatda bir qism qarindoshlarda xushbas bo'lib qopti. Menga ayrim taklif kelmadi deb. Biz ayrim taklif qilib avatishga yetish bilolmaymiz. Xabarlarda bo'lgandek Uyghur Project fondida ishlaydigan qarindoshlarning hammasiniki butkul xizmati bor. Uyg'urlar uchun ish qiladi, oilasi bor. Ashta boshqa mantab bir qism ishlarga yetish bilolmaymiz. Menimcha u muhim emas. Agar millat uchun xizmat qilish, millat uchun to'p qo'shish ko'nglingiz bo'lsa, undaq narsalarga parvo qilmay, bunday ishlarga aktiv qatnashaversangiz bo'ladi. Men barliq qarindoshlardan ashtaq bo'lishni so'rayman. 10-si maqolalarni ko'zdan kechirish uchun bir 5 kishilik tanlash guruhi qurilgan bo'lib, yo'llangan abstrakt va maqolalarni shu guruhga tekshirib tasdiqlaydi. U guruhda men yo'q. Butlay mendan xoli oldiki bir guruh bor. Shular baholab ko'zdan kechirib, maqola bo'ldi ekan yoki bo'lmaydi ekan deb ayirdi. Bu yilgi faoliyatda meniki ba'zi yaqinlarimniki maqolasim kirmay qoldi. Baholash guruhidan o'tmaganligi uchun. Shunga buni oldin bir eskartib qo'ydim. Abstraktni mandiradigan qarindoshlar, men yuqori degandek 31 yanvargachilik va'da qilish kerak. Uni menga WhatsAppda yozsangiz bo'ladi, Facebookda yozsangiz bo'ladi, ilxat orqali yozsangiz bo'ladi. Men yuqorida degan modullarni uqtirishni yozma shaklda, bir rasm shaklida Facebook'imga chiqarib qo'yaman. WhatsApp'da to'plarga avataman. Uningda email adresim bor. Ash email orqali yozsangiz bo'ladi. Shunga bu ishga bo'lsa jiddiy qarab aktiv bilan qatnashsanglar, bu yil faoliyat nihoyatda yaxshi bo'ldi. Nurg'un kishilar nihoyatda suyundi bu ishdan. Bu Uyg'urlarning oliy maktabidagi 2 kunlik oliy maktabidagi bir ish bo'ldi. Shunga Xudoyim birsi tarjima qilmoqchi bo'ldi. Buni qayta qilishni muvaffaq ko'rdik. Hammalarniki bu faoliyatga aktiv bilan kelib qatnashib berishlarini umid qilamiz. Endi 3-mazmun Uyg'ur xabari. Endi yaqinda ehtimol ijtimoiy tarmoqlardan ko'rdinglar. Hozir yaqinda tarqalgan bir uchur, bir xabar. Urumchida Xitoy hokimiyati Urumchidagi Uyg'urlarni cho'shqa go'shti yeyishga majburlab etibdi. Bu harakatni boshlag'ili hozir 15 kundek bo'libdi. Mening egallagan uchurimda. Bu qanday qildi ekan desanglar, shu hukumatniki odamlari, kuzatuvchilari har bir Uyg'urlarning uyiga kirib, ayrim kirib, ularni ko'rib turib cho'shqa go'shti yegizdi ekan. Agar u ish bo'lmasa, uni qilmagan, uni qilishni xohlamagan kishilar bo'lib qolsa, uni Uyg'urlarni bir yerga yig'ib, bir ziyofatdek bir narsa o'tkazib, shu yerda cho'shqa go'shtini yegizdi ekan. Endi yemiz qanday bo'ldi degan to'g'riliq menga uchirgan edi. Endi meniki farzimcha yemaganlar ehtimol oldi bilan qo'lga ilinib sulindi turma lagerlarga, keyin qiyin qisloqda urib o'ldirilishi mumkin. Bunday ishlar bo'lgan burun meniki ba'zi yiqib o'tgan kishilarim bordi. Intayin irodalik Xitoyga boshlamaydigan u kishilar cho'shqa go'shti yeyishning o'rniga o'limni tanlaydi. Hozirmi vatanda bunday kishilar oz emas. Ashta bu boshqa mening farzimcha Xitoylar shu ishni bana qilib turib, birsi shu boshlamaydigan irodasi qattiq ularni tepib chiqish, ularni sulash, andan keyin ularni
tan jazosi, qattiq tan jazosi bilan urib o'ltirib yo'qotish mushuni maqsad qilyapti deb o'ylayman. Men mush mazmunlarning hammasini 3 kun burun 25 dekabr kuni inglizcha yozib Twitterga chiqardim. Twitterga chiqarib qo'ydim. Bir rasm bilan qo'shib, u rasm mazmun bilan ancha munosabatli emas, ammo Xitoylarniki, Uyg'urlarniki uyida mehmon bo'layotgan bir rasmni chiqarib qo'ydim. Ularni yeyotgan qo'y go'shti, ammo Uyg'urning uyi endi. Xitoylar onni qilib Uyg'urlarga cho'sh go'shtini majburlayotdi. Yozib chiqarib qo'ydim. 3 kun bo'ldi. Bu mazmunni ko'rganlarning soni 17 mingdan oshdi. Nayti tez tarqaldi bu xabar. Ishqilib buningdan hozir dunyoda Uyg'urlarga ko'ngil bo'ladigan kishilarniki nayti tez ko'payotganligini bilalaymiz. Lekin men burundan tortib deb kelayotganimdek Uyg'urlarning beshiga kelgan fojia to'xtab qolmadi, ostlamidi, ojizlamidi, yana davom qilyotdi. Xitoy mushuni bir bahona qilib turib, yana boshqa emas Uyg'urlarni tepib chiqib, ularni yo'qotishga tirishyotdi. Endi o'tgandagi qatimliq videoda menga vatandagi kelgan uchurlarning borlig'ini to'liq deplanmaganligimni degan, uni keyin bir qism bor, uni bugun qo'shib qo'yayim shada. Hozir Urumchidagi muhim joylarda qurolli saqchi mashinalari yanada bor. Qurolli saqchilarniki bir xil chaq yo'g'on ustida avtomatik etiladigan qurollar o'rnashtirilgan ashta mashinalar bor. Mush mashina hozir Urumchidagi muhim yerlarda hozir bor ekan. Qurolli saqchilar bor mashina hozir bor ekan. Andan Urumchidagi bir qism joylarda sirtdan kelgan Uyg'urlarni tekshirish ishi hozirmi davomlashib o'tibdi. Ularniki kimligini tekshirdi ekan va telefonni tekshirdi ekan. Bu ishlar hozir bor ekan. U to'liq tugatlanmabdi. Andan shu bu yil yozdan keyin Urumchida Ziyomovichi erkin savdo rayoni degan bir narsa qurilibdi. Amnatda bu rayonni erkin savdo rayoni degan rayonni Bintali qurgan ekan. Bintali quribdi, lekin u yerga kelib savdo qilmoqchi bo'lgan shirkatlarga bu uchurni bir maxfiyatlik sifatida qattiq yushirishni talab qilibdi. Ya'ni bu erkin savdo rayonining Bintan tarafidan qurilganligini aytib qattiq maxfiyatlik sifatida saqlashni buyuribdi. Bu bir qattiq buyruq ekan endi. Shunga u yerga berib savdo qilayotgan Bintan'nınki şirketlari bor ekan, Ishkirninki şirketlari bor ekan, lekin bularning chiqasi bu ishni Bintan qilyotdi degan gapni tilga olmay ekan. Mushta bir ishlar bo'lib turibdi. Ondan shu pomidor, paxta, shakar, chilan qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib, uni sandiqlarga qachilab, sirtqa mandigan vaqtida sandiqlarga hech qanday marka chopilmay ekan. Uning nani mahsulot ekanligi, qaysi shirkatning ekanligi to'g'riliq hech qanday marka chopilmaydi ekan. Maqsad nima desa, bu narsalarni ishlab chiqargandan keyin Vietnam, Malayziya, Qozog'iston qatorliq davlatlarga olib borib, shu yerlarniki markasini choplab, undan keyin sirtda eksport qildi ekan. Belki maqsad nima desa, hozir Amerika boshliq g'arb allarining Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarini cheklash siyosatidan qutulish yoki shu siyosatniki to'solg'isiga uchrab qolmay turib, bu mahsulotlarni sirtqa chiqarish mushuni maqsad qilgan. Hozir ishlarni ashta aytib qoldiribdi. Mush orqali yana dunyoning ko'zini bo'g'ildiribdi. Ondan keyin hozir bo'layotgan yana bir ahvol, Qozog'istonda yolg'on shirkat qurib, vatanda ishlangan mahsulotlarga ashada Qozog'istonniki markalarini choplab, ismlarini degandek, ondan keyin Amerika va Yevropaga eksport qilish ishlari bo'lib o'tibdi. Bu ishniki ko'lami xil cho'ng ekan, shunga bu yerda deb qo'ygim keldi. Ondan keyin hozir vatandan chet elga chiqayotganlarga qo'yilgan bir talab, ularning uyi bo'lishi kerak ekan. Uyi bo'lishi kerak ekan, uyini gurovga birib turib chet elga chiqadi ekan. Shunga uyi yo'qlar, uy xeti yo'qlar chet elga chiqa olmay ekan. Man kelgan uchurda mushtaq mazmun bor. Ondan keyin hozir yana bir yangilik shochi deb atiladigan hukumat organlari. Bu organlar
hozir Uyg'urlarni chaqirtib, ular bilan so'zlashgan vaqtida burungi vaqtlarda Uyg'urlar degan so'zlarni kompyuterga bevosita yezib olgan ekandik. Kompyuterga kirgizib qo'ydi ekandik. Hozir hech qanday kompyuter ishlatmay ularni bu xotiralarni qog'ozga yezib qoldiradigan bo'libdi. Sabab nima desa, kompyuterdagi uchurlarniki sirtqa chiqib ketishiniki oldini olish. Shunga hozir hech qanday elektronlik uchur saqlamay, mush uchurlarni qog'oz yuzida saqlashni yo'li qo'yibdi. Hozir nayt ko'p sondagi Uyg'urlar tezroq pensiya chiqasan deb shuning uchun tirishir ekan. Zulmbek eg'ir bundaq yashashniki ahmiyat qilmaganlik uchun, ishlashning ahmiyat qilmaganlik uchun boldiroq pensiya chiqasan deb shuningga harakat qilayotgan Uyg'urlar naytdi tez ko'paygil turibdi. Şunun bilan birga bir qism Uyg'urlarniki Xitoyga bo'lgan o'chmanligimi intayin eng yuqori pallaga chiqib turibdi hozir. Xitoylarniki zulmi tufaylidan zulmga qarshi o'chmanlikmi tang paydo bo'lib etibdi. Lagerdan chiqqan dehqonlar o'tganda dedim, lagerdan chiqqanlar yine qattiq kontrol ostida ekan. Amaliyotda ular hech qanday erkinlikka erishgandek emas. Faqatlab lager turmada emas, shuni sirtida, lekin ularniki ish harakatlari yine qattiq cheklanib uchraydi ekan. Masalan, lagerdan chiqqan dehqonlar agar nahiya bozorga bormoqchi bo'lsa, chuqum shu yerlik kent boshliqlaridan, yez boshliqlaridan ruxsat olib andigan bora olar ekan, bunisi boramay ekan. Endi bugun so'zlayotgan 4-chi mazmun Xitoy xabari. Hozir Xitoy xabarida nayt ko'p bo'layotgan gaplar, yana Xitoyniki iqtisodining davomli nacharlashib, sirtqi eksport qilish miqdorining zo'r darajada ozayotganligi, andikin chet el mablag'larining sirtqa qochib chiqayotganligi haqida bo'layotdi. Ya'ni burun Xitoyga mablag' solgan nurg'un shirkatlar hozir nayt cho'ng ko'lamda Xitoydan mablag'larini ilib boshqaga ko'chibyotdi. Bu bir intayin cho'ng do'lqinga aylandi hozir. Shunga xabarlarda mush gap ko'proq. Andan keyin hozir Xitoyniki siyosiy vaziyati nayt nacharlashib, Xi Jinping degan jallodniki yiqilishi, Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki ag'dirilish ehtimolligi davomli kuchayyapti. Bu jihatda analizlar mushunaq bir ahvolni muayyanlashtiryapti hozirmi. Andan keyin Xi Jinping degan jallod o'tganda boshlagan Xitoy raketa armiyasining boshliqlarini tutib sulash, qo'lga olish ishlarini hozirm davomlashtiryapti. Bir qancha kunning oldida yana 3 odamni qo'lga oldi bular. Bu ishlar davomli davomlashyapti. Yaqinda chiqqan, necha kunning oldida chiqqan yana bir cho'ng xabar, bu yil 26 dekabr kuni Mao Zedong degan Xitoyniki tug'ilganligining 130 yili ekan. Mao Zedong degan Xitoy 1893-yili 12-oyniki 26-yili tug'ilgan ekan. Hozir saq 130 yil bo'libdi. Mushu munosabat bilan Xi Jinping Beijingda har xil faoliyatlarni o'tkazdi. Mao Zedongniki tug'ilgan kunni xotirlash nuqtasidan. Bu bir yangilik, burunda qilmagan Mao Zedongning ancha tilg'im elib ketmaydi. Bu qitim bu ishga alayda ko'ngil bo'lib ketdi. Sababi nima desanglar, hozir Xi Jinping Mao Zedong davriga qaytish, Xitoy fuqarolarini kontrol qilishda Mao Zedong davriga qaytishni orzu qilyapti. Uning qotgan nurg'un yo'llari shu tarafga qarab ketyapti. Undan keyin Xitoy davlatining ichidagi yana bir qism joylardami Mao Zedongning tug'ilgan kunini xotirlaydigan jiq faoliyatlar, cho'ng faoliyatlar bo'lyapti. Endi bu yerda Mao Zedongniki qaysi yo'lni tanlamoqchi desanglar, Xitoy fuqarolarini kambag'allashtirib kontrol qilish. Hozir yuqorida degandek Xitoyning iqtisodiy intayin tez suratda nacharlashyapti. Xi Jinping Xitoy iqtisodiniki ojizlab, tez suratda ojizlab menishiga ancha parvo qilmaydi. U yenilamki o'ziniki siyosiy g'oyasiga chin eslib ish ko'ryapti hozirmi. Endi mushtaq bir ahvolda xalqniki noroziligini kuchayishi bir tabiiy ahvol. Endi mushni kontrol qilish uchun bu hozir xalqni kambag'allashtirib, shu orqali kontrol qilish.
bu ishni qilyapti bir tarafdan. Yana bir tarafdan hozir Xitoy millatchilariga tayinib turib, Jungo dunyoga hukmronlik qilish tushunim kiryapti bu. Bu meniki o'zimning tahlilcha hozir Xi Jinping'ning tutayotgan yo'li Shang Chunshu degan bir odamniki bir kitob bor. Bu yerdagi Shang degan odam Xitoyning odami bu. 359 yil yozgan bir kitob bor, Shang Chunshu degan bir kitob. Bu kitob 300 milodidan burungi 359 yildan milodidan burungi 338 yilgacha bo'lgan oralikda yozilgan deydi. Shu kitobda puhralarni idora qilishninki 5 chorasi o'tirib qo'yilgan. Men buni bir necha yil oldin sizlarga bir qatim deb bergan. Hozirgi Xitoy Xi Jinping tutayotgan siyosatni, yo'l qo'yayotgan siyosatni tushunishda mushunday xil yordam bor deyman. Bu puhralarni boshqarishninki 5 taktikasi. Uning birinchisi hukmron qilguvchi xalqqa hech qanday uchur bermaslik. Ularni haqiqiy ma'lumot, haqiqiy uchurlardan bahramand qoldirish, ularga demaslik, uni yushirish. Shu orqali puhralarning ideyasini birlikka keltirish. Tony Seshang degan gap faqat Xitoylarda bor. Amerikalarda bo'lsa uning aksi. Tafakkurda erkinlik bo'lishini ta'kidlaydi. Xitoylar bo'lsa ideyani birlikka keltirishni ta'kidlaydi. Uningki birinchisi kishilar ideyasida qolgan uchurlarni qattiq kontrol qilib, shu orqali ideyani birlikka keltirish. İkincisi davlatni kuchli tutish, lekin xalqni ojiz tutish. Davlatni kuchlantirish, xalqni ojizlashtirish. Üçüncüsü xalqni hardirib etish. Xalqni har vaqt o'zining qo'sig'ini to'yg'izish uchun kurash qiladigan, boshqa ishlarga yetishmaydigan holatda tutish. Bu üçüncü taktika. Dördüncüsü xalqda hech qanday g'urur qo'ymaslik. Xalqdagi g'ururlarni butunlay yo'q qilib etish, 100% yo'q qilib etish. Hech qanday g'urur mavjud bo'lmaslik xalq orasida. Anakin beşincisi xalqni intayin kambag'al saqlash. Xalqniki hech qanday mol mulki bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Mushu bosh taktika. Hozir Xi Jinpingniki tutayotgan siyosati mushu taktikalar bo'yicha bo'lyapti deb tushundim men. O'zimniki tahlil bo'yicha. Endi 5-chi narsa deydigan Amerika xabari. Amerika xabaridagi bir muhim nuqta o'tgan qatam unutib qolibman. Men o'tganda safardan qaytib kelib, atlantin Los Angeles shahridagi hukumatida elib berilgan bir ishga qatnashdim. U yerda nima ish desanglar, Amerika hukumatidagi FBI tarmog'i Los Angelesdagi uyg'urlarniki bir qancha vakillarini yig'ib bir yerga bir qism ahvollarni dedi. U nima degan chog'da hozir Amerika hukumati Amerikadagi uyg'urlarni qo'g'dash ustida nayt qattiq tadbirlarni elvetibdi hozir. Shunga Xitoy hukumati sizlarga sog'an tahdid yoki qilgan askishlar har qanday ish bo'lsa bizga o'z vaqtida deklaratsiya qilinglar degan narsani uqtidi. Bizga aloqalash uchun qanday aloqalashish, qanday yetkazish hamma ahvollarni tafsilot tushundirdi. Shunga Amerikadagi qarindoshlar, agar sizlar mana Xitoyniki paragandachiligiga, tahdidiga yoki boshqa bir ishga uchrab qolsanglar, men bilan aloqalasanglar bo'ladi. Men kim bilan ko'rishishni deb biraman. Men shuningdan yaqinda Amerika hukumati Amerikadagi uyg'urlarni qo'g'dash ishida ko'p mablag' ajratib, bu ishni muhim o'ringa qo'yib turib tutayotganligini biroz his qildim. Shunga shuni bir deb qo'ygim keldi. Ondan keyin yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng xabar, Amerikaniki Colorado degan shtatiniki oliy sudi Donald Trumpningki kelar yillik saylovga prezidentlik kandidati bo'lib qatnashish salohiyatini ep tashladi. Colorado degan shtat demokratchilarning shtati. Bu demokratchilarning shtati degan nima desanglar,
Amerikada 3 xil shtat bor. Undan birisi shu saylan bo'lgan chaqda davomli demokratchilar o'tadigan shtat. Buni demokratchilar shtati deydi. İkincisi saylan bo'lgan chaqda davomli jumhuriyatchilar o'tadigan shtat. Üçüncüsü ağırlıklı kalan ştat. Ne deyimiz? Yobey Rum dep koyduk Xitayca. O da ne ki? Cumhuriyet ağız ştat. Cumhuriyet ağız ştatlar bazı da demokratçılara, bazı da cumhuriyetçiler götüp kalıyordu. Bunda ştatın yetisi var. Benim bilişimce bu ştatlarda selam mezgilde talışış en küçük buludu. Bu ştatlarını demokratçılar mı talışıyordu? Cumhuriyetçiler mi talışıyordu? Neydi keskin küreşler alıp gidiyordu. Şu yakında bu Colorado'niki çıkan Ali Sut'u karar çıkarıp Trump'niki 2 yıllık prezidentlik sayılımı katlaşış kandidatlık sayıtı yok dep bu nesnini ilan kıldı. Bununla koşulup yine başka 4 ştat mı bizim aştağılımızda bululama hemisi demokrat ştatlar aştağını kıldı. Bu haber intayın çoğun ulug'luq qo'zg'atdi Amerikada. Bir 10 kunda vaqt ish qilishni tahlil qilishlar bo'lib ketdi. Bu yerdeki ahvol qanday desanglar, Colorado ştatının oliy sudida 7 nafar sotchi bor bo'lib, bularning hammasi demokratchilar ekan. Demokratchilar ekan, shunga ular mushini o'tirib chiqiribdi. Chiqargandan keyin 4 buni qo'llab, 3 qarshi turib, shunga bilan osonlik ko'pchiliklarga bo'ysunish prinsipi bo'yicha bu qaror elinibdi. Endi bu zada qanday ish? Bundan bu ish nega boradi degan bir ishda Colorado shtatiniki prezidentlik saylimiga qatnashadigan kandidatlarniki o'zini taslimlatish vaqti kelar yil 1-oyning 4-kuni kechgan. Şu 1-oyning 4-kuni buni kandidatlarni bekitdi ekan, undan keyin bu kandidatlarda o'zgarish bo'lsa bo'lmaydi ekan. Endi shunga Colorado mushuni o'rgatib turib, ma'ni qilib Trump'niki slaydni tashlashga urinibdi. Amaliyot bo'lgan ish shu. Endi bu yerdagi bir ahvol nima desanglar, bu qaror ustidan birasi arz qilib, Amerikaniki federatsiya oliy sudiga arz qilsa, Mavi shtatniki qarori bekor bo'ldi ekan. U chaqda bu oxirgi qarorni Amerika davlat oliy sudi oldi ekan. Mavi shtatniki bekor bo'ldi ekan. Shunda ahvolda bunda 3 xil natija kelib chiqish ehtimoli bor ekan. Agar uning birinchisi, agar oliy sud bu diloni qabul qilmasa, masalan birisi arz qilib, uni qabul qilmasa, Colorado'niki qarori qaror bo'lib, yana nurg'un shtatlarmi o'z oldiga prezidentlik kandidatlarniki salohiyatini bekitishga o'tadi ekan. Ashni bilan intayin cho'ng qalam qancha bo'ldi ekan. Hozirgacha Amerikada nima Maine, California, New Hampshire, Michigan, Colorado 5 demokrat shtatlar Trump'niki slaydni tashlaymiz deb u davron savatidi. Ondan keyin Florida, Texas qatorliq jumhuriyatchilar shtati bo'lsa, Bidenning slaydini aytamiz deb unda ashtak gaplarni o'tirib chiqaryotdi. Demak, bu qalamqanchilik hozirla boshlandi biroz. Endi lekin bu ehtimollik, ya'ni Amerikaniki davlatlik oliy sudi bu diloni qabul qilmaslik ehtimolliga intayin tuvan deydi. Shunga ular qabul qiladi deydi. Agar oliy sud, federatsiya oliy sud bu diloni qabul qilsa, undan bunday ikki natija kelib chiqadi ekan. Uning birisi bu diloni qabul qilib, Colorado'niki qarorini rad qilib etish. Bo'ldi, bunday bo'lmaydi, bu qonunsiz deb. İkincisi bo'lsa, kelar yillik saylam tamomlanish bo'yicha bu oliy sud bu diloni betaraf qilmaslik. Betaraf qilmasa, bu oliy sud qabul qilgandan keyin Colorado'niki qarori bekor bo'lgan bo'lg'achqa, Donald Trump'niki kandidatlik salohiyati turaverdi ekan, ishlar normal meniverdi ekan, saylam bo'lib bo'lgandan keyin bu ishga ahamiyat qolmaydi ekan degan. Shunga mushtaq 3 xil ehtimollar bor deydi. Endi nurg'un qonunchilarniki deyishcha, bu qatim Colorado shtatiniki ma qilgan ishi Amerikaniki asosiy qonunga xilof. Xuddi bir o'ynagandek qilib qo'ydi bu ishni deydi, tarix ko'rib boqmagan bir ahvol. Shundoq bo'lsa-mu, bu nayta odamlar kishilarni cho'chtiribdi.
Kelajak saylam intayin muhim. Bunun sebebi hazır kişilerniki analiz kılışça eğer kelajak saylamda Cumhuriyetçiler utur verse prezidentlik saylamda keyingi 4 yıl içinde biz hazırca biladigan annenevi Amerika yo'qaydi deydi. Amerika butunlay o'zgarib ketadi deydi. Mana yangi Bayden hukumati o'qini olgandan keyin Amerika jiq o'zgardi. Buni hammadan his qildi, butun dunyo his qildi. Sizib turyapti hozirmi shundoq. Agar bu ishni 4 yil davomlashsa, Amerika butunlay burunqi biz biladigan an'anaviy Amerika yo'qaydi deydi kishilar, analizchilar. Agar demokratchilar utilsa, kelajak saylamda, ular hozircha qilgan ishlarning hammasi bekor qilindi. Ya'ni Bayden chiqqandan keyin nurg'un ishlarni qildi. Demokratlarniki manfaatiga uyg'un keladigan, Amerikaning manfaatiga va Cumhuriyetçilerin manfaatiga ancha uyg'un kelmaydigan ishlarni nurg'unlarini qildi. Agar Trump kelajak utib o'tirg'ich huquqini olsa qo'liga, demokratchilar yaqinda yo'l qo'ygan siyosatlarning hammasini bekor qilib o'tadi deydi. Mushtaq bo'lgani uchun kelajak saylam intayin keskin bir jang ichida bo'ladi deb qaralyapti hozir. Buni biz kelajak ko'ramiz. Hozir endi Trumpga kelayotgan ovorachilik intayin ko'p demokratchilardan. Her bir ovorachilik kelsa, Trumpni qo'llaydiganlarning soni eshib mingyotadi. Amerikada raisnash bor. Raisnash natijasini davomli e'lon qilib turdi endi. Ashta bo'lg'achqa har qatim Trump bir pishkallik uchirsa, demokratchilarning hujumga uchirsa, Trumpni saylaymiz deydiganlarning soni nayta shiddatli eshib ketyotadi. Ondan keyin Baydenning tushib ketyotadi. Mana shu bugun men eng yangi mamlakatlik raisnashga qarab baktım. Cumhuriyetçilerin içindeki raisnashda evatkan son qanchalikda. Hozir Trump'niki erishgan bilet soni, raisnashda erishgan bilet soni 61,2% ekan Trump'niki. Cumhuriyetçiler içinde. Bu memleketlik raisnash ama Cumhuriyetçiler namzatları. Trump'niki 61,2%, Florida ştatının başlığı DeSantis niki erişken bileti 11,7%. Andaki Nikki Haley degan hanım uniki erişken bileti 11%. Yani Trump'niki erişken bileti qolgan 2 ve 3 o'rinda turadigan nomzodlardan 50% ko'p endi. Ashta boshqa Trump'ni çokum utudu deydi agar kelajaqqa mashu salam bo'lib qolsa Trump utudu degan ko'z qarashimdan aytdi. Kuchli hozir. Endi Bayden'niki Amerikadagi Bayden'niki ishlagan xizmatiga rozi bo'lish nisbati 39% chiqib qolibdi hozir. Ya'ni Amerikadagi 39% xalq Bayden'niki qilayotgan ishlaridan rozi ekan, qolganlar norozi degan gap endi. Mushtaq bo'lib turibdi. Andan keyin yaqinda o'tirib chiqqan yana bir narsa, Trump hozir 2 yillik saylovda uçsa, Xitoyga qanday siyosat qo'llanganligi haqidagi planlarini o'tirg'a qo'yib etibdi. Bu planlarniki mazmunlari mundaq ekan. Bunun birisi Xitoy Amerika o'tirsidagi iqtisodiy bog'lanishni taltukuz uzib tashlash. Butunlay uzitaman debdi. İqtisodiy bog'lanishni, iqtisodiy munosabatni. O'tgan yilgi Xitoy bilan Amerika o'tirsidagi savdo miqdori 758 milliard dollarga beribdi o'tgan yil. O'tgan yilgi 758 milliard dollar. Demak, Trump mushundaq savdoni yo'q qilaman, butunlay bu munosabatni uzaman deydi. Deb shuni o'tirib qo'yibdi hozir planda. Yana birisi Xitoyning Amerikada mulk sotib olishini cheklash. Bu yerda mulk degan vaqtimizda yer va uy, shirkat degan narsalarni sotib olishini cheklash. Uchinchisi Amerikaliklarning Xitoyga mablag' solishini to'sish. Amerikada kishilarniki ko'p kishilar pensiya chiqqanda xashaygan pulini bankalarga qo'ydi. U bankalar mush pulni Xitoyga mablag' solib olgan ahvol intayin og'ir hozirgacha. Endi buni Trump kelajak saylab qolsam
butunlay to'siman debdi. Ani to'rtinchisi Xitoydan elektronlik buyum, po'lat, dora import qilishni tadrijiy azaytib, oxirida butunlay to'xtatish. Xitoydan mushtaq narsalarni import qilishni butunlay to'xtatish. Bu Trumpniki hozir o'tirib chiqargan planlaridagi mazmun ekan. Endi bugun so'rayotgan 6-mazmun, eng oxirgi mazmun desak ham bo'ladi. 6-mazmun o'tganda men boshlagan biologiya tarixining savoqlari. Bu yerdagi tarix degan vaqtimizda insonlarniki yozma tarixi boshlangan hamma tarixni o'z ichiga oladi. 5000 yildagi vaqtni. Shundan yakunlab chiqargan savoqlar. Men bu mazmunning nima kelganligi haqida keyinchi sizlarga deb beraman. Hozircha mazmunni diqqat qilib tursanglar bo'ladi. Ben oldingi videolarda birinchi va ikkinchi savoqlarni deb bergan. Uning birinchisi hayot raqobat demakdir. Hayot degan raqobat demakdir. İkincisi hayotlik degan tanlanish va shalinish demakdir. Bir qism jonliqlar tanlandi, bir qism jonliqlar tanlandi. Shalindi. Mushtaq mangadi hayotlik degan. Üçüncü mazmun, üçüncü savoq degan so'zlaydigan. Saqlanib qilish uchun chuqum bola tug'ib ko'payish kerak. Bu üçüncü savoq. Bola tug'ib ko'paymaydigan jonliqlar uchun tabiatniki hech bir keragi yo'q. Tabiatning sifatlarini tanlash uchun jonliqlar sonining ko'p bo'lishi shart. Ya'ni jonliqlar ko'plab to'lg'andilar, ondan tabiat ularning ichidagi sifatlarini tanlab, qolganlarini shallaydi deydi. Tabiatniki tanlashi ayrim jonliqlar ustida emas, balki jonliqlar turi yoki jonliqlar turkumi ustida bo'ladi. Tabiiy tanlanish jarayoni madaniyatlashgan insonlar bilan yovvoyi insonlarning farqiga parvo qilmaydi. Ya'ni agar millat nuqtasini aytsak, mushu biologik tarixniki savoqlar nima deydi desanglar, siz madaniyatlashganmi yoki yovvoyi, siz bir madaniyatlashgan millatmi yoki yovvoyi millatmi? Bu bir muhim emas deydi. Muhimi sizniki shu vaqtdagi zaman ve makonga moslashishingiz deydi. Faqat zaman ve makonga eng moslashgan insonlarla hayot qiladi. Qolgani g'oyib bo'ladi. Madaniyat jihatdan bakrak taraqqiy qilgan insonlarning tug'ib ko'payish nisbati to'rak bo'ladi. Madaniyatlashgan millatlarniki tug'ib ko'payishi ancha madaniyatlashmagan millatlarga qaraganda to'rak bo'ladi deydi. Buningki bir misoli sifatida biz Yevropaliklar bilan Osiyoliklarni solishtirib olsak bo'ladi. Nüfus ko'payishidagi farqlar. Odamlarning ko'payishi yemeklarning ko'payishidan tez bo'lib ketganda mundaq 3 narsa tamponlikni saqlashga elib boradi. Uning birinchisi ocharchilik, ikkinchisi yuqumli kasal, uchinchisi urush. İşlar tarixda annem shunday bo'lib kelgan. Hozir uning ba'zi taraflari biroz o'zgardi. Masalan, agar hozir yezigilik bilimlari to'liq ishga silingan, dunyoda ishlab chiqariladigan yemeklar hozirgi dunyo nüfusidan biroz ko'p insonlarni biqishga yetadi deydi. Tug'utni kontrol qilish vositalari tug'ilgan bolalarning aqlliq darajasini tuvanlatish ahvolini keltirib chiqaramdi. Yani siz tug'ut kontrolligi vositalaridan foydalansangiz, ashtaqa bir sharoitda tug'ilgan bolalar normal bolalarga qaraganda aqlsiz bo'lib qolamdi deydi. Sun'iy usulda homildorlikni kontrol qilish vositasini oddiy insonlarga qaraganda aqlli insonlar behrak ishlatadi. Ya'ni masalan dunyodagi ahvolga qarasak, taraqqiy topgan ellardagi kishilarniki tug'utni kontrol qilish vositalarini ishlatishi kambag'al ellarga qaraganda ko'proq qanday. Ya'ni kishilarning qarashicha homildorlikni kontrol qilish vositalari bolalarning aqlliq darajasini tuvanlatib qo'ymaydi. Bolalarning aqlliq darajasini o'stiradigan narsa o'qish, fursat va erishgan tajriba savoqlar.
hozirgacha aqliy kuchning odam geni orqali bir avloddan yana bir avlodga o'tadiganligiga oid fakt yo'q. Doktorlik unvoni bor odamning bolalarimi faqat o'qish va boshqa har xil zarur jarayonlarni besib o'tish orqali o'zining aqlliq darajasini o'stira oladi. Demakchi o'g'ini kambag'allarniki bolalari dod tug'ilib qoldigan boylarning bolalari aqli tug'ilgan ish yo'q deydi. Biologiya nuqtasidan elib aytganda bolalarning jismoniy jihatdan kuchli tug'ilishi ularning kimning bolasi bo'lib tug'ilganligiga qaraganda texmi muhimroq o'rinda turadi. Ba'zilarning qarashicha dehqonlarning qani eng yaxshi bo'lib, filosoflardan tug'ilgan bolalar dehqonlarning bolasiga yetmaydi. Ba'zilar ashta deb qaraydi ekan. Bo'libmi germanliklar ichida ashta qaraydigan dangliq kishilar bor ekan. Tarixda jamiyatning yuqori qatimdagilar tug'utni kontrol qilib oz tug'ib, jamiyatning tuvan qatimdagilar ko'p tug'ib, ko'payib, oxirida hukmdor o'ringa chiqib olgan ahvollar ko'p. Bu ahvollarni hozir ko'ryapmiz. Masalan, Angliyaniki hozirgi bosh ministri Hindistonlikmi deyman, Hindistonlikmi, Pokistonlikmi. Ashta bo'yatadi. Burun unda ishlar qat'iy mumkin emasdi. Mana shunday savoqniki bizga beradigan ko'rsatkichi nima desanglar, Uyg'urlar o'zini saqlab qolmoqchi bo'ldi ekan, ko'plab tug'ish kerak. Shunday iborat. Yig'inchoqlagan chaqda. Keyin men mazmunlarni endi yozma shaklda to'rlarga chiqaraman. Kelar yilda elib berilgan Istanbulda 20 leksiya degan leksiyani so'zlayman buning umum mazmunini. Tarixiy saboqlarningki hammasini yig'inchoqlab. Mana bu 3 qitimlik leksiyada deganlarim biologiya tarixiniki 3 saboqlari. Shunga hozircha mishik deb tursam bo'ladi. Oxirida deydiganim hozir vatandan kelganlar yoki vatanga berib kelganlar vaziyat pek yaxshi bo'lib ketibdi degan so'zni ko'p qilgan holat paydo bo'ldi. Buni hammamiz bilib turibmiz. Bizning esimizda bunday bir narsa bo'lishi kerak. Vaziyat yaxshi bo'lib ketganligining eng tuvangi o'lchami turma lagerlar taqilib, so'laqdagi xalqimizningki so'laqdan qutulishi. Eng tuvan o'lchami. Agar bu ish bo'lmaydi ekan, biz vaziyat yaxshi bo'lib ketdi demaymiz. Shunga bu nuqtani men barliq qarindoshlarning asli ching tutishni umid qilaman. Qolg'ini hisob emas. Qolg'ini bu atgan ancha-muncha o'zgarishlar vaziyatning yaxshi bo'lib ketganligidan darak bermaydi. Mushundaq hozirgi sharoitda Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hech qanday to'xtatmagan, azaytmagan, aslatmagan, ajizlashtirmagan bir sharoitda vaziyat yaxshi bo'lib ketdi desak, bu amaliyotda Uyg'urlarga qilingan bir xil xoinlik bo'ladi. Men shaxsan shunday deb qarayman. Shunga mushtaq bu jihatlarda biz davomli nayti sezgir tuqunimiz yaxshi. O'zimizning aql uchini joyi tutmamiz yaxshi. Oxirida qo'yduğumuz shu. Endi bugun chislag'i 28 yana bir qancha kundan keyin 2023-yil o'tib 2024-yil kirdi. Men shu fursatdan foydalanib barliq qarindoshlarniki yangi yilni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Kelar qatim ko'rishguncha, kelar yil ko'rishguncha omon bo'linglar. Ma'qul, xayr xo'sh, Allohga omonat.